Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan o'quvchi yoshlarning yozgi ta'tilini maroqli o'tkazishni ta'minlash maqsadida dolzarb 90 kunlik e'lon qilingan edi. Shahar va tumanlardagi qator ta'lim muassasalarida ayni paytda kelajagimiz egalari uchun turli to'garaklar faoliyat ko'rsatishda davom etmoqda. Navbatdagi lavhalarimiz aynan shu mavzuga bag'ishlangan. Andijon pedagogika texnikumida dolzarb 90 kunlik tadbirlarning iyun oyi hisoboti katta bayram tarzida tashkil etildi. 90 kun o'z ustingda ishla va orzular sari qadam shiori ostida o'tkazilgan ushbu tadbirda o'quvchi va uyushmagan yoshlar o'zlarining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga qaratilgan turli fan, sport va ijodiy to'garaklarda faol ishtirok etdilar. Tadbir davomida o'quvchi va yoshlar qisqa muddatli kurslarda o'zlashtirgan hunarlari, shu jumladan raqs, kulolchilik, kompyuter savodxonligi, tasviriy san'at, musiqa va sport turlari bo'yicha ko'nikmalarini namoyish etdilar. Shuningdek, Kengash, Bobosodin, Birlashgan va Taxtako'prik mahalla fuqarolar yig'ini a'zolari ham tadbirda faol ishtirok etdi. Andijon pedagogika texnikumida dolzarb 90 kunlik tadbirlar doimiy o'tkazilib boriladi. Men Taxtako'prik Xorazm ko'chasida yashayman. Men mana shu tadbirga doimiy qatnashib kelaman. Tasviriy san'at bo'yicha qisqa kurslarga qatnashaman. Ushbu tadbir yoshlarning ijodiy va jismoniy salohiyatini yanada rivojlantirish, ularni ishbilarmonlikka yo'naltirish va ma'naviy barkamollikka chorlash maqsadida tashkil etilgan bo'lib, bugungi kundagi yoshlarimizning kelajakka bo'lgan ishonchini yanada mustahkamladi. Men kompyuter sohasiga qiziqaman va to'garaklarga kelib turaman va dolzarb 90 kunlik tadbirda o'rgangan bilimlarimizni natijasini ko'rsatyapmiz. Iyun oyida tashkil etilgan mazkur 90 kunlik tadbirlar yakunlari yoshlarimizning o'z ustilarida samarali ishlashi va yangi orzularga erishish yo'lida katta qadam bo'ldi.